Do'stlar, bugun qonli battle bo'ladi. Sababi Malibu Premier Malibu XL dan o'tgan safar yutqizib qo'ygani uchun qasos olgani kelibdilar, aka. Shu o'tgan safargi videolarda XL yutib qo'ygani uchun baribir texnik xarakteristikada 20 ta ot kuchi ko'proq ishonmadim. O'zimni mashinam bilan sinab ko'rgani keldim. Agar XL yutsa 2-0 bo'ladi, demak XL tezroq bo'ladi. Agar Premier yutsa 1-1 hisob bo'ladi, balki kelajakda 3-raundda ham qilarmiz. Malibu XL tayyormisiz? Malibu Premier tayyormisiz? 1, 2, 3. İkinci round. Malibu XL tayyormisiz? Malibu Premier tayyormisiz? 1, 2, 3. Do'stlar, ikkita raundda ham XL yutib qo'ydi. Shunga okey ishonmayaptilar. Shu hisobiga balki haydovchilardir gap. Hozir yana alishtirib ko'ramizda 3-raund qilamiz.